Larni solib, kekbalojni podagonilar qo'yib. Bugun mana shu balkonda o'rnatgan kelganmiz. Bitganini ham bitta ko'rsataman. Kuzatishda davom etsalaring. Xohlasa jigarrang profildan, zolotoy deb profildan qo'yib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. O'rnatib bo'ldik, mana ichkaridan ko'rinishi bu. Podagonilar qo'yapmiz. Bitganini ham bitta tashqaridan ko'rsataman. Inshaalloh mana bitirib bo'ldik. Oynalarni solib, kekbalojni podagonilar qo'yib bo'ldik. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana bu tomonda shunaqa oyna siniqlar bor ekan, mana ko'rishlaring mumkin. Oyna siniq. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Shu 2 qavatli oynani bemalol murojaat qilsalaring, o'zimiz bir qavatini olib tashab, yangisini qo'yib, bu bir qavati singan, bir qavati sinmagan bu oynalar. Shuning uchun uyda egasi ham haliga nima desa bo'ladi, qo'ydirmayotganligini sababi sovuq kirmaydi, lekin juda xunuk bo'lib turganligini hisobiga shuni aytsalaring bemalol qilib beramiz. Mana tepaga biz shunaqa chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasiz.